Assalomu alaykum, sog'misiz, omonmisiz? Mana bugun 19-oktyabr, Yumurtadamiz, ya'ni ko'mir beradigan joydamiz. Mana aka, ko'mirlarimiz yuklanib turibdi. Qisqasi, bugun mahalla, ya'ni Amir Temur mahallasina ko'mirlar berilyapti ekan, mana aka. Yuklanib turibdi ko'mirlar. Hozir mana 1, 2, 3, 4 dona vagonda ko'mir to'la turibdi, bu yoqdagilar bo'shagan. Qisqasi bugun Amir Temur mahallasina berilib turibdi. Keyingilari shu raspisaniyada ko'rib bilib olsangizlar bo'ladi. Video oxirida raspisaniyasini qoldirib ketaman. Mana shunday. Oldi aka. Mana aka. Akalarimiz. Mana shunday. Qisqasi mahalla raisidan deymizmi, mahalla oqsoqollaridan so'rab bilib kelaverasiz. Siz qaysi mahallada bo'lsangiz, bizning mahallaga ko'mir qachon beriladi deb mahalla oqsoqollari yoki oqsoqol yordamchilaridan so'rab kelaverasizlar. Navbatlaringizga qarab olaverasizlar ko'mirlarni. Mana shunday.